Allah subhanahu wa ta'ala albatta bizga bek ko'p ne'matlarni beruvchi, ham albatta ko'p ishroqlarda kishi shu ne'matlarning bayasin ana Allohni jo'g'alta boshlaganda anglay boshlaydi. Oyoqlar bo'lsinmi, qo'llar bo'lsinmi, zehn, aql bo'lsinmi, yaqin do'sting bo'lsinmi, bolang bo'lsinmi, aniyating bo'lsinmi, ne'matlarni sanab bitirgisiz. Lekin Alloh subhanahu wa ta'ala shu ne'matlarni albatta beruvchi. Ham albatta Alloh subhanahu wa ta'ala bizga yengillik tilaydi u ne'matlar bilan. Ham shu ne'matlar bizga yengillik bo'larak kelsinlar uchun, ham davomli bo'lsinlar uchun bizda bir necha shartlar bor. Birinchi, shu ne'mat kelgan kishiga u iymonli bo'lirga tegish. Ikkinchisi, u topgan molni, rizqni yeysa shu ne'matni halal yo'l bilan topirga tegish. Üçüncüsü, mana shu Allah subhanahu wa ta'ala bergan ne'matni ul halal yo'lda ishlatirga tegish. Agar mana shular ishisining bir sharti bo'lmay ekan, u berilgan ne'mat foyda tug'il, jazo bo'larga mumkin. Ham Allah subhanahu wa ta'ala bizga irata, bit qiyomat kunni hadislarda bor. Kishi o'rnidan ketmasdi, hatto magar onlarga so'rovlar bergancha qadar. Shu so'rovlar orasida birinchisi iymon turunda. İmanı buldum ekan, yo'q ekan. Ondan so'ng shu so'rayotgan so'rovlar orasida nechik molingni topdin, ham qaysi yoqqa molingni masraf etdin? Nendey ne'mat bo'lmasin, qaysi yo'llar bilan u ne'matni sen topdin? O'rlabmi ekan, nishatmi ekan, ranjitib kishilarga, esa halal yo'l bilanmi ekan? Ham qaysi tarafga sen uni masraf etdin, nechik sen ishlatdin? Sog'lik, salomatlik bo'lsin, boshqa ne'matlar bo'lsinmi? Shunga ko'ra bir yoqdan u bizga foyda, lezzat, ham kelajakda shulay rahat keltirgan mumkin. Alloh bergan ne'mat. Lekin ikkinchi yoqdan u bizga jazo bo'lirga mumkin. Alloh subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bizga xabar beradi. La tu'jibuka amwaluhum va la auladuhum. Seni de onlarning mollari de ham bolalari ajablantirmasin. Innama yuridullohu liyu'azzibahum biha fid dunya. Haqiqatda de Allah subhanahu wa ta'ala onlarni de mana bu dunyoda shu ne'matlar bilan azaplandırası keladi. Şulay ham biz ko'ramiz, qabr shaqlarda bolalar ul lazzat tugul, bolalar ul jazo shekilli. Tinglamaylar, suginalar, aniyatini hurmatlamaylar, harim bilib kelmaylar, unutalar. Malda shulay bo'lishi mumkin. Kishi o'ylaydi, mal topdim, har yengilroq bo'ladi. Albatta, o'zining bir qiziq qoidasi bor. Agarda mal Alloh qo'shgan yo'l bilan topilmagan ekan, u senga tinchlik bir qachonda bermaydi. Bir qachonda bermaydi. Agarda o senga onday mal nasib bo'lmagan bo'lsa, u sendan ketashakda, tinchlik da bermaydi, ketashakda sendan. Ham bu oyatda biz ko'ramiz, dunyoda de va tazhaqa anfusahum va huwa kafirun de. Ham Allah'ın nefeslerini algan vakitte onlar imansızlar bulup ketun diye Allah subhanahu wa ta'ala tileydi. Bu dünya bilen gene imanı bulmagan kişinin cezası ağır hali bitmeydi. Aletegi dünyada da var onun neticeleri. Şolayık mal, şolayık rizq, şolayık nimet, eğer deştin nimetini rencitip, koşup uğurlap yeyse Allah tıygan yollarına taptın iken, onun lezzetini bu dünyada da görmeysin. Tövbe kılmasan, malını kaytarmasan ki algan kişiden, yeyse bir nimetini. Şolayık tegi dünyada da sana bir tinchlik bulmayı kelince azap olacak. Abit Allah Teala bizni yerete turmuşumuzni jengillaytirgan. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr. Allah Teala sizga yengillik tilaydi, og'irlik tilamaydi. Shunga ko'ra aydagiz Allah bergan ne'matni birinchi albatta iymonimizni unutmaylik. Allah'ını gül iske alıp, Allah bergan ne'matlarni o'y fikr yirtib, iymonlarimizni yonartib, çünkü Allah'ını qarash kerak, o'simlikni qaragan shekilli, suv solgan shekilli iymon ortidan qarash kerak. Fikrlab, o'ylab. Bit oyoqlar, qo'llar bor, zehn bor. Agarda bizning tabiatimizga qarasak, agarda bolalarga qarasak, bunda Alloh yo'q deyarlik so'zga o'rin yo'q. Alloh bor endi u. Alloh bo'lgach qiyomat kuni bo'laydi u. Onlarga azrlanlar kerak. Shunga eng zo'r ne'mat bizga bergan u iymon qarindoshlarim. Iymon bo'lmasa bu dunyoda bir nendey sen lazzat topa olmaysan. Kichkina endi lazzat. Aha, bunda bording, tingda bording. Ko'rsin, haqiqatda lazzati bo'lmayacak. İkincisi, ne'matlarimizni, mollarimizni halal yo'l bilan topaylik.
Agar da ol mol bizga nasib bo'lsa, narsaga uni harom yo'l bilan izlarga. Baribir bizniki bo'lacak. So'ng imtihonni o'zaro uchun halal yo'l bilan top. Turish halal yo'l bilan. Ham uchinchisi agar Alloh taolo berdiğin ne'matingni, bolani, xotiningni, aniyatingni esen, rizq, oyoqlar, qo'llar, mashina, uy bo'lsinmi, uni durust halal yo'lda, Alloh ruxsat etgan yo'lda ishlat. Shul vaqtda barakatini ko'rursin. Ko'nglingda rahat, iymon bo'lib, ruhiy rizq bo'lacak. Ham qiyomat kunini qo'barib chiqqandan so'ng Alloh subhanahu va taolo javob bera olasan. Ya Rabbim, sen menga bu ne'matni berding, men mana shulay ishlatdim deb javob bera olasan. Ham senga ajr savobi inshaalloh bo'lacak. Shukr Alloh taolo qardoshlarım, har birimizga da iymonli bo'lib, Alloh ne'matlarini durust yo'l bilan topib, Alloh qo'shgancha ularni ishlatirga, masraf etirga Rabbimiz har birimizga da nasib etsa, ham ayrimda bizning bolalarimiz shulay bo'lsa edi, xotinlarimiz, yaqinlarimiz, do'stlarimiz, Alloh taolo har birimizga da to'g'ri yo'lda bo'lib Allohning ne'matlarına erishib, bu dunyoda da oxiratda da baxtli bo'lib yasharga Rabbimiz har birimizga da nasib etsaydi. Subhanaka Allohumma bihamdik la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk. Vallohu samiu duo.